Salam dostlar, yaxshimizlar? Ko'rayotganinglar Şinjan Misran Yemeklik Cheklik şirketi tajdorligidagi Aylan programmasi. Programmamizni Şinjan Dilraba Madaniyat Taqtish Cheklik şirketi Cho'mil bolalar yurishlik mahsulotlari, Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazi, Şinjan Önüm Madaniyat Taqtish Cheklik şirketi birlashib ishildi. Programmamizni yana Şinjan Al-Xumar Mablag' silish Cheklik şirketi, Şinjan Abida Bio Fan Texnik Cheklik şirketi alayda qo'lladi. Bir bala, bir ailenin ümidi, milyonlagan bala, milyonlagan ailenin ümidi. Programımız arqılıq, ən şu milyonlagan ailelerinin ümidi bo'lgan balalarımızga sağlam psixika taqilish, shundaqla to'g'ri bo'lgan dünya qarshi tiklash, sifatli hamroh bo'lish jihati yetaklash programımızın oxirgi nishoni. Shundaqla ham programmamiz arqılıq jamiyatimizda har soha, har kasbdagi natija qozongan ota-onalar bilan birlikda ularning farzand tarbiyalash jarayonidagi qiziqarli hikoyalarga quloq solamiz. Programmamizda yana psixikalik yetaklash berish uchun Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazidan Muborak muallimni alayda taklif qildik. Qarshi olamiz muallim. Yaxshimisiz. Undaqda bugungi programmamizga taklif qilgan sevimli oila a'zolari zodi kimdir? Birlikda ko'rib boqaylik. Mana bugungi sevimli oila a'zolarimizni sahnimizga taklif qilib oldik. İşte programmamiz jarayonida barcha tomoshabin do'stlarimiz bu umoqlarni pek yaxshi ko'rib qoldi. Muborak ma'lum. Undaq bo'lsa, qani umoqlarning salomini ham dadisining ekran oldidagi do'stlarimizga bo'lgan salomini birlikda anglab boqaylik. Salom ekran oldidagi barcha aziz ko'ruvchilar, oilam programmamiz orqali sizlar bilan oila taobatlarim bilan birlikda didorlashganimdan intayin xursandman. Rahmat. Sizlar munosibman Tarxanbek Tashmamat. Men Dünya ve Yuayvende Tienshanchida bu yıl 6 yaşa kirdim. Yaxshi. Yaxshimizlar. Mening ismim Tashina Ay Tashmamat. Men bu yıl 7 yaşa kirdim. Men 116 maktabda o'qiyman. Birinchilik 4 sinf. Yaxshi, rahmat. Mening ismim Sasaratay. Men bu yıl 9 yaşa kirdim. Mening maktabim 116. Men 3. yıllık 7. sınıf ekran orqali sizlarga ko'rishimdan pek Hoş buldum. Yaxshi, bizni san ko'rib hoş bulduk. Qarshi olamiz. Eng muhimi-chi, sizlarga qancha raylik salomlarni ko'rib hoş bo'lib ketdim. Kim o'gitib qo'ydi bunday salom berishni? Dadam. Voy, dadam uchun chiroyli salom berishni o'gitib qo'yibdi sizlarga. Ha, dadamız odat shundoq oldirash tursa sizlarga shundoq salom berishlarni, shundoq chiroyli gaplarni qilishni o'gitadigan vaqti bormi yana? Bor. Tirishib azroq o'qib qolsa-mu bizga shundoq o'gitib foydalanni. Adablik bo'lishni jiq o'gitadi. Ha, yaxshi. Jiq o'gitadi. Qanday gap adablik bo'lish degan qanday bo'lsa adablik bo'ldi? Shu cho'larning oldida o'tmash, cho'larning oldida o'tmash, shu bilan tomoq yegan vaqtda qachisiga jiqib olmaslik, shu bilan tinji qilmay. Aşında gap bilib etmez. Kimlar qag'in azroq sizlar baqamsiz? Yo'q, maydaga. Tasima. O cho'ziq kelgan vaqtda qo'lni yuvib kelishimiz kerak. O birinchi cho'nglar qo'l tekkizgandan keyin andin kichiklarish kerak. Ha, yaxshi. Burada cho'ziq kelgan vaqtda tamoqni buradim, bo'lgandan azmaydi. Yaxshi. Hammasi oiladagi bizga izchil cho'nglarimiz o'gitib kelayotgan urf-odatlar, bizning qoida usullarimizni o'gitib kelibdi, shunaqku. Biz odatda Toshmamat Batur efendimni sahnalarda, ekranlarda, faoliyatlarda jiq ko'ramiz. Ko'pincha dadalar o'xshashlar nihoyat aldirash, hamda oilada balkim sirtning ishlarini nihoyat yaxshi o'rinlashtirdi. Balkim bolalarga bu inchki nuqtalardan so'zlaydigan vaqt yo'q deb o'ylayman. Shaxsan men rost shunday o'ylaydim. Hozirmi bolalar dedi, tirishib vaqt chiqirdi deb. Ammo shu vaqtlarni qanday o'rinlashtirib tirishib vaqt chiqirsiz, undan keyin
Məxsus hər bir qitim vaqt çıxarğanda çoxum ma gapni deb qo'yaymi yoki bo'lmasa har kuni har bir yo'liqqan ishni astoydillik bilan tushuntirib qo'yamsiz. Endi ras ba'zida aldirashishliklarda bolalarga ko'plab hamroh bo'lgan fursatlardan mahrum bo'lib qolamizki. Shu o'zimizning kasbiniki yaxshi ko'rgan xizmatimizga ehtiyoji bor. Biroq buninglik bilanla eng muhim bo'lgan farzandlarimizni yetaklashga asal qarab qo'ysak, menimcha bizning hayotda eng oxirida olgan natijamizni umidlanadigan natija erishib kelishimiz mumkin. Shuningga har qanday vaqtda bolalarga chiqaradigan vaqtni biz cho'qim chiqirma deb turib shu bo'yicha harakat qilamiz. Endi yuqoridagi kichik masalalar to'xtaldi. Bu navbatlarida bolalarga o'tishda qandaqdir maqsad o'tirib mandaq yodlash xarakterda emas. Har bir ishga yo'liqqanda buni amaliyotdan bir o'tkazib, 3-4 qitim kuzatib olam deb degandan keyin bola asta-asta deb o'zi odatga shakllantiradigan. Buni yodlab bilib, mandaq qilgan ish manda tushunmay, uning mohiyatini bilmay emas. Shuni tushunib. Chunki kichiklarning cho'nglarni hurmatlashidan hatto singillari, inilari hadisini hurmat qilsa, hadisi o'zligini, kimligini tapıdı degan gap, o'z hurmati bo'lgan chaqda. Mushta his bo'lish orqali bir-birsini cho'ng bo'linglar, kichik bo'linglar. Kichik nuqtalardan endi biz cho'ng taraflardan imkonning boricha tirishyapmiz, kitob materiallarimiz uni bundan ko'rib bolalarni yetaklash uchun. Ammo har nima o'tib kelganda o'zimiz bilganimiz bo'yicha mush bolalar azroq bo'lsin bir yaxshi bir ta'lim tarbiya qilamiz deb vaqt chiqarib tirishchilik qilib ketib boramiz. Bolalarimiz kichik. Menimcha shu vaqtdan tortib avval qandaq odam bo'lishni tushundirsak, qolgan taraflarni menimcha bolalarimiz noyat aqlli, noyat suyimli, cho'qim yaxshi bir taraf qilib o'rganib yetishib ketadi deb o'ylayman. Haqiqatan bir ig'iz gap bilan bizning programmamizning asosli maqsadidan deb berdi-ya, to'g'ri bo'lgan bir dunyo qarash, to'g'ri bo'lgan bir odmiylik, to'g'ri bo'lgan bir axloq qarashi, hattoki iqtisodga bo'lgan to'g'ri qarash. Mushlarning hammasi amaliyotda bolalarning oiladagi tarbiyasida yetilib bo'ldi ekan-ku. Biz shuni yetildirsaklar, bular jamiyatga chiqqanda har qanday bir ishga nisbatan to'g'ri qarashda bo'la oladigan, ezib ketmaydigan, to'g'ri hal qila oladigan, muvaffaqiyat qozona oladigan, eng muhimi mag'lubiyatga uchrab qolgan vaqtda xo'shallik bilan qabul qila oladigan bir sog'lom ro'y holatda shakllanadi ekan, shundaqmi? Toshmamat apandim bir gapni dedi, bolaning kichigidan tortib, men bu adab axloq tarbiyasini uyda apmangdim debchu. Mushu kichigidan degan gap meni bek jalb qildi. Ba'zi oilalarda balkim bola kichik emasmi? O'ynayotsin, sho'xlik qilyotidi. Adabsizlik bo'lgan biror ishni qilib, "Hay" deb qo'ysam, qo'rqanchoq bo'lib qoldi. Shunlashqa sal cho'ngroq bo'lgan chog'da andin adab axloq tarbiyasini elib borman deb o'ylab qolgan ota-onalarmi bo'lishi mumkin. Shunlashqa ash kichigidan degan gap bek ta'sir qildi menga. Ash kichigidan bo'lgan, masalan, qancha yoshlardan boshlab shu tarbiya elib berilgan bo'lgandi. Men bu burundimiş ballarım mesela tug'ilgandan tortib men bir so'zni aytib yaxshi ko'rdim. Olim bo'lmoq asan, odam bo'lmoq emas degan bir gap bor. Shu gap menga bek qattiq ta'sir qilgan bo'lsa, bu cho'ng qizim 3 yosh vaqtidan tortib ba'zi bir ishlarni ajivlashtirib o'zim bolalar qiziqadigan narsaga aylantirib, ashta shaklda yumurga aylantirib, kuldirib, ashta shaklda o'rgatgan. Mush qizim 3 yoshdan tortib men bir yerga mansam absolutan meni o'zitdi. Bir yerdan kelsam absolutan oldim chiqadigan ash shaklni kichikdan qilib yetildigan. Mana hozirmi shu bolam men qo'raq tushadigan ish bo'lib qolsa-mu, men cho'qim bolalar demay tushib ketmayman. Men odat yo'q. Men qo'raq 5 minut tushib qolgan ishim bo'lsa-mu, bolalarim men teshig'i chiqatdim, sen uchta darhol kep bo'ldi. Yo'q. Men kirganda apsi dadanglar keldi deydi, uchta darhol yig'ilib bo'ldi. Dada topshiriq ishlar ishini qilaveringlar bolam deyman. Ham bu qanda asosda yetish orqali odatga aylanib ketgan. Anadan keyin bizning uyga mehmonlar kelib qolgandan bolalar deydiganim shu. Bolam mayli toninglar, cho'qim mehmon uzat bo'g'icha. Mehmonning ash qavatdan tushib bo'ldi, kirkitan desimi, yo'q deb uzdi o'tanglar. Mayli ular to'ni ishni biz xato chekib qolsa-mu, nachirab tabassum bilan ishni ichinglar bolam. Uyning ishini ichib kirganlar mehmon. Buni sizlar toninglar, u muhim emas. Mushtaraklardan ancha-muncha. Chunki bizning kichik vaqtimizda ota-onalarimiz ko'p o'qimagan bilan
ular bildiğin, anlagan konulardan kalgan ta'lim-tarbiya öğütlerini nayet jiq anlattı ki. Mesela yuqori degandek, bizim kichik vaqtimizda cho'nglarni oldirib o'tsak, cho'nglar, "Hay bolam, bolam, qara" deb turib bizni bir to'xtatdi. Keyin ayrimlarda nemish bo'lmamda xatolab qoldingiz. Bolam, sot bo'lmamda cho'nglarni oldim, o'tdim, hargiz unday qilmanglar bolam. Tamoq shunday qilsa, bolam, turib boshda cho'nglar yesin. Chunki cho'nglarni bizga ishlar qolgan. Endi shu narsalarni biz ancha-muncha egallab chiqqan, shuningki jamiyatda shuning atrofimizdagilarga tarqatgan yaxshi taraflar ko'p bo'ldi. Yaxshi harakat, yaxshi xuluq, yaxshi mijozning albatta bizga akilgan yaxshi taraflari, yaxshi fursatlari nihoyat ko'p bo'ldi ekan. Shunga men endi bolalarni yetaklashimcha yetaklayman. Anandan keyin ko'proq bolalarim bilan bolalar bo'lgan bilan o'qish besimlari bor, o'ziga tushloq. Bularniki o taraflarga ancha-muncha ko'rdi, ko'tarilgan bir xato qilib, yengillatib, bolalar ko'proq shu eng muhimi hamroh bo'lishni ko'proq asos qilib. To'g'ri. Mushtaq ketib boramiz endi opsiz bolalar uchun oilani axir tanlabmish bolalar uchun bo'ldi. Opsizning bu o'zini o'tida mana mushundaq mening xotirjam xizmat qilishim, bolalarimningki men kutgandek yaxshi buni tarbiyalanib cho'ng bo'lishiga opsizimi ko'p rahmatim bor. Shu oilam programmasi orqali men va uch farzandim bilan opsiga chin ko'nglimizdan bir rahmat aytamiz bilan bular. Men kichkimda opamga rost bir rahmat bildirardim deyman. Men opamga har qism deyman, opa, hozir siz menga shundoq jiq pullarni qilib bizga og'inglar bo'lsin bizga apirib qildinglar. Men cho'ngib yug'an dachi uy afsilarga qo'yib qildim. Rahmat bolam, rahmat. Qachon boshlab shundoq o'yladingiz? Men shu maktab kirgandan boshlab shundoq qilman opam dadamni. Haltoq, bütün ailedekilerini oylaydikken hakikaten ben öyle çoğunluğu diyen bir hissiyat varken de. En mühimi apanlar bir rahmet davaldınlar. Apanlar çok bek hoş köp gitti. Muş apam bizge çoğuş için üç apriyası yaptı. Peki ama ahirgen çıkıp muşu bek avarıp gitti. Şunu rahmet çok tatlı ya. Rasa. Mening jig'lig'im kelib ketdi. Haqiqatan bolalar cho'ng bo'pti, ishqidek bo'pti, tatgan jafolarnimi his qilgidek, hattoki cho'ng bo'lganda opam dadamga bir docha uylarni olib bersam degan narsalarni hozirdan boshlab o'ylagidek bo'pti. Lekin opanglar dadanglar uchun shu aniq bo'lsin, sizlarning docha uy olib berishinglardanmi cho'ng xo'shallik sizlarning sog' salomat, xo'shal, xuram, yaxshi odam bo'lishinglar. Buni opam dadam jiq deydi, lekin onu jiq turma, lekin opamni respekt, opammış ailemni respektacıydı tug'izgan bekba. Cho'qim shu maqsadlaringizga yetsiz. Cho'qim yetsiz. Ansa kichik umaqninkini anglab baqaylik. Siz demişki doim shunday qo'ysam? Chunki uyimda shunday kulib o'tiramiz, dadam shunday kulgidek gaplarni gapirdi. Shuningga birgamni bu yerga kelganimdan shunday xushal, uyim shunday xushaldым. Shuningga birgamni bu yerga kelganimdan shunday xushal. Siz xo'shalmi tug'ilib ekansiz-da? Yig'lab baqqanmi, yig'lab baqqanmi? Yig'lab baqqan. Qanday vaqtda yig'lab baqqan? Adamning eski ishlarim degan vaqtda yig'lab baqqan. U cho'qim azra xatolikni, shunami? Eskilik yo'q sizda, u aniq. Azra bir xatolik qo'ygansiz degan vaqtingiz yig'lab ketganmidingiz? Hadingiz sizlarning xatoliklaringlarni tuzitib turganda cho'ng bo'lgandikin-da. O'g'lim, bakchi qadamlar sen dodonga bak o'xshayotgansa deb baqdimmi, deb baqdimmi? Deb baqqa. Nimdami shunda odamda? Men qarsam ishqinglar bak o'xshayotgansizlar. Sen dodondek naqsh etishni yaxshi ko'ramsan? Ikkinchi adamlarni qizlar deydi. Nemishqa desiz, sancha kulib o'tirdi ekansan emasmi o'zingmi? Shu qizlarga o'xshash chiroyli kulib o'tirdi debdi-da. Kulib turgan yaxshi, chunki kulib turgan odamga har vaqt xo'shalliklar yar bo'lib turdi. Yadinchi xo'shalliklar doim kelib turdi. Menmi doim deyman, masalan, meningmi ikki bolam bor, bir qiz, bir o'g'il. Sen o'g'lim bilan tengkansa, bundoq qilib qolibman desam deyman, bolam men bundoq vaqtim chiroyli ko'rnamdiki, bunda vaqtim chiroyli ko'rnamdiki, sen kulib turgan vaqtingiz deydi. Shunga biz har vaqt kulib tursak, har qanday yaxshi ishlar
bizga davomli yaqin keldi. Shunaqa ma'lum. Ha, bizga amroq bo'ldi. Men bir narsa so'raysiz. Shundoq adablik o'tdinglar. Öydimi, odatdimi shunday adablikmi yo boya dadanglar, ha, bugun men televizorga chiqamiz. Bundan narsaga diqqat qilinglar deb quloqimda qilib bekirdimi? Yo'q. Bizning dadamiz herkes undaq bizga niyati chiqib undaq qilishim kerak. Hamma odamga adablik kunni uyda undaq qilma, undaq demaydi. Uyda adablik bo'linglar. Uydagilarga xushallik keltiringlar, adablik bo'lib, tishligilarga keltiringlar deb chiqdi. Yaxshi. Adablik degan shu chinjonim deyi bo'lsin. Yana hay oltin jumla chiqdi. Chunjong degani nima? Chinjonga mush kichkinamizni o'sib yetishimiz. Yaxshi. Tasaratayning oltin jumlasi chiqdi ya. O'sibmi? Adab bo'lish, o'sib yetilishning tunji qadami. Rahmat sizga, meni xotirim. Bugun bir yaxshi bir gap o'rganib oldik sizdan. Sizning gapingiz batdi. Biz uyda mesela adablik hamda uyda mesela hamma qoidalarimizni esimizda tutib, chunlarga yo'qlaymiz. Biz ana kerak shu adablikdan. Yaxshi. Agar dadam bilan bir yerga berib qolsak, tomoq yegidek, u yerdan shunday adablik. Yaxshi. Chunki bu bizning birinchi qilaydigan ishimizdan. Rostaydi. Birinchi shuni qilsaqlar, andan dadamning birinchi eng adablik bolasi bo'la olamizdan. Skomnobek bilan bir gap bor ekan. Alam tasiratadan cho'njam dedi. Degina bunday yaxshi. Gulchadan ko'ra dadam bilan yotgan vaqt karavotda cho'kdi. Ay, guypiyakka sana gap qilmanda dadamlar. Men ko'rsatmayman lekin bolarim, men o'zim qo'rqancha qo'g'ashqa. Guyga emas, ona uqqanlar jon biladi. Shu odam tishlar. Birinchi o'zi degan, endi birinchi o'zi qo'rqqan. Ma'lumkan, ash cho'qim ko'rishimiz kerak deb, mush opamni o'tirg'izib, bilan ko'rgizib o'tdi. Shundan lekin opanglar dadamlar yaxshi ekanjimi, bizni ko'rish birkanman, faqat ko'rsatmayman, qo'yman. O'zim qo'rqadigan bo'lgandan keyin ko'rmanglar deb ko'rsatmaydi ekanman. Bir mezgil men bu bolalarning endi bo'lmay qoldim. Sirtda Shanxayda bo'ldim dedim, uyda bo'ldim dedim. Shu mezgilda opasiga yolg'iz bu uchaydan qolib qoldi. Shu mezgilda kelsam men bu bolalarniki o'sha telefonga kirishib ketishi nihoyat yuqori chekib ketibdi. Har qanday qilsa telefon bilan opasi ucharim iloj qilolmagandek holat shakllanibdi-da. Bu 3-4 kun kelib ko'z chaqib bolalarning bu telefonga zodi qo'shalliqini bog'lab o'tirgan. Bika vaqtida zodi telefonning ichiga kirib ketgan o'sha odat shakllanib turibdi. Kichkidan tartib zodi ichibdi telefonni. Shuni qarsam bolalarniki bu ko'rayotgan narsalari butunlay bolalarning psixik ziyonli narsalar ko'prakka shuning bilan bu bolalarni keyin anadan keyin men unda qilsam ko'ringlar shuni agar shuning aks ta'sir uchirmayman sanlar ko'ringlar ammo shuni ko'rish orqali qo'rqanchoq bo'lib qolib bu sababli o'zinglarni ham qo'rqitib menda yordam so'rab bunda qilsanglar bo'lmaydi sizlar shu yuznalamsizlar deb hatto shuni ishlanish jarayonlarini ko'rsatib bular uni rasul deb biladi ekansiz. Shu men avval buni ko'rishdan burun sizlar buni qanday ishligini boshda bir ko'rib o'tinglar bolam. Mana buni mandaq artistlar o'lagan film, bu mandaq shaklda bo'lgan narsa. Bu faqat tomoshabinlarni ko'plagan tomoshabinlarni o'ziga mastona qilish, ko'rishni ko'tarish uchun texnik mubolag'alashtirib ishlangan narsalar bolam. Buni ta'siriga uchramanglar deb buni to'xtatgandan keyin hozir shanba yakshanba o'rtaq ko'radigan kinodan birini tanlab ko'rib, u kuni o'tiramiz endi uyda, o'tiraman bolalarim bilan. Endi nima? Ba'zida bu kinolarning aktor bolalarni o'rtaq ko'rganda kino topmoq bir murakkab masala bo'lib qoldi hozir. Buning uchun men cho'qim 3 kun burun o'tirib kinolarniki bir qur ko'rib tanlaysiz. Rost ashta qilaman bolalar bilan. Chunki shu agar shunday qilmaganda bolalarni shu kinoni ko'rayotgan ba'zan bir masalalar yo'liqqan chog'da darhol shuni hal qilish uchun men o'zim qizlarim bilan sal o'zim qiyinchilik bo'lib qolaman da ular bilan maydonda bu savollar chunki
Ballarım diye küçük bazı bir işlerini bek tigidin tushundirib kelsa onu qabul qilib bo'lolmaydi. Favqulodda o'zining ideyasi bilan xato tushunib olsa, uni aks ta'sirini men keyin tozalab bo'lolmayman balliqqidachi. Ana shuni oq qog'oz hozircha oq qog'oz berib turib, to'g'ri yozilsa, oxirimi to'g'ri bo'ladichi tarbiyaning beshi. Ana shuni qilmish kino filmlarda tavsiya qilgan, masalan, to'rlarda bor, aydoq yazsaq chiqadi, bolalarga o'rtaq ko'rishga bo'ladigan. Bolalar tarbiya bera oladigan ashtar filmlarni qilib mana hozir bayan qildik ana ashlar qo'rqinchli bu degan filmlardan tamoman hozir hatto tunugin bolamga qo'rqinchli film ko'rmoqchisan o'tarqansan dada buni ko'rmasa qopdimi dedi. Bolalar tarbiya o'zligidan chiqib ketdi. Bo'lmasa telefonimga dada bitta o'yin tushirib bergan bo'lsam, seni telefoningda o'ynab olsan, o'yin nima mushtaq ashtar qo'rqinchli bu o'yinda. Anondan keyin buni hozir desam, o'dlarda da uni o'ynamaydi deydigan holat shakllandi. Anondan keyin asta-asta bolalarni men kitobxonga boramiz biz, oila uchun boramiz, u kuni bittadan kitob sotib olsa bo'ladi. O'zi yaxshi to'g'an kitobdan birdan sotib oldi. Men Afrika qaytishda bir bolalar kitobi bor. U kitobni bular o'qib berma. O'qib berganda bu kitobdagi bosh personajlarning ismini Tarqonga o'zgartirib, yana bir obrazni tasvirlarini o'zgartirib, taassurotlarni o'zgartirib, bo'ylab buni chechib, oilamga bog'lab turib, ozroq bunga qatadigan gapni qaytib, bolalar bek tushunolmaydigan yozilgan yiziq tildagi narsalarni o'zgartirib, yerlik she'rlarni qilish orqali bolalar endi hozir telefonning asaridan endi dars ehtiyoji bilan topshiriq ishlaydi. Telefonga yuzinib qolganga amal yo'q. Bundan boshqa vaqt asosan telefondan herhalde qo'l uzdi. Rahmat. Qo'l uzdi. Bo'z ashta bo'lsa yaxshi keldilar. Shundoq suyundiqqa ma'lumdan 3 narsani xulosalab chiqdim. Masalan, qaysi 3 ish bek yaxshi bo'libdi degan joyda birinchi qilgan yaxshi ish mening shikashanbam bor yoki shikay yakshanbam bor. Bizning bir oila kishilarining birga o'tirib qilgan o'rtaq bir oilaviy faoliyatimiz bor. Bununla 1 saat ketadi yoki 90 minut ketadi degan gapda bundan tushgandan keyin yana miyada bir oilada mushahada paranglashadigan bir o'rtaq tema bilan paranglashadigan bir muhit shakllandi. Bu chaqda endi shu ko'rgan kinosiga yoki shu hatto personajlarga talash tortish yoki bas munozir qilish yoki erkin paranglish jarayonida bolalarniki fikr yo'nalishimi ratlanib mavzu ham ota-ona bilan bolaning o'rtasidagi tushuncha texim cho'nqilish suzuklashidi. Bu bir ish pek yaxshi. Yana bir yaxshi ko'rgan ishim nima degan chaqda, masalan, qo'rqinchli filmlarni biz insonlar o'zimiz bilmaydigan narsaga pek intilamiz, u qandaqdi deb. Bolalarmi shu qo'rqinchli narsalarni qo'rqib turib shuni ko'rdi. Bu zodi qandaqdi deb. Miyada pek yaxshi bo'lgan ish nima degan chaqda, buningga ko'gining pek yaxshi bo'ldi. Bu asli mundaq ishlangan. Buning ishlash jarayoni mundaq degan yeri yaxshi bo'ldi. Tushundirgan keyin, bu asli Pekmi qo'rqaydigan narsa emasga, men buni bundoq ko'rsam bo'ldiki deb bir ko'rdi. Qo'rqmaydigan bo'ldi. Ikkinchisi nima degan chaqda, hozir ko'gim kelmas bo'lib qopti degan gap, yangi birisi kelsa bola asosiyatdan bildi. Buni haqcha bundoqroq ishlab chiqadi. Men bilib bo'ldim, unda bo'lsa men boshqa yangiliklarga intilib baqay deb, ashyadan tabiiy bilish chiqqandan keyin yenib chiqadi-chu. Bu ish pek yaxshi. Endi uchinchi yaxshi ish nima degan chaqda, kitob atbadim. O'qib berdim. Uning keynidan yana pek murakkab bo'lib ketsa, uni oddiylashtirib, personajlarni oilaga sundirib turib so'zlab berdim deb. Bu hozir nima yetilyotdi amaliyotda deganda, bu oddiy bir kitob so'zlash emas, balki bolalarning ijodkorlik ro'yi yetilyotdi. Tasavvur yetilyotdi. Agar men mush personaj bo'lsam, men buning syujet ravojini bunday qila oldim. Bunday gaplarni deyishim mumkin deb Naydi yaxshi bo'lgan tarbiyachi, mushu ijodkorlik ro'yini kichikdan yetildiribdi. Mushu 3 narsani bek yaxshi so'zlab berdingiz. Sizlar bek dalil ekansizlarmi? Bek umaq yaxshi dadanglar, mehribon opanglar baka. Bilamu bek fahmlayman. Shunda biz kuyni bizni olmaydigan, yaxshi dada opamiz bo'lganini bek xushal bo'ldim. Xatoshib qolsak, asta bizga gayjon qildim. Rasbek kamroqmiz dadam bilan opamga. Hozir biror hikoya aslayamiz. Masalan, bundoq bir ishni xato qilgandim. Meni bundoq qilib xato ishimni tuzib berdi deb esos qolgan bir hikoya bormi? Men o'sha bir vaqtda azroq qachonmi jiqing dishqamroqdim.
Şunun bilan dadam asta bana bunday qilsangiz bo'lmaydi, adabsizlik bo'lib qoldi. Bunday qilsangiz endi jiq odamga ta'sir yetkazsiz, o'zingizni yaxshi bo'lmaydi deb asta men bu dadam degashga yaxshi bo'lib ketgandim hozir. Dadamga bek rahmat aytaman. Rahmat. Uyga chiqib qo'ygandek yo'lda kelgacha, mushkaplarni cho'qqim dadanglar kelgacha sizlarga yo'l uyga qo'yibdi ha? Yo'q. Cho'qim uyga qo'yibdi. O'zinglar ichinglardan chiqarib tortamsizlar? Olmaqligini. Demak, bu ilaqi tarbiya degan bayatdimi telefondan qandaq inib chiqqanligini dedi-ku. Endi nurg'unlar mangayliga do'yingdimi xat qoldirdi-da. Masalan, mening balam faqat o'rganishga qiziqmaydi, balki telefonga berilib ketib bordi, qanday qilsam bo'ldi deb bilaqi narsa so'rab xat qoldirganlarmi bor. Biz uni ayrim maslahat qilishimiz. Lekin hamda baladan nimani kutishdan burun odam o'zi shu bo'lish kerak ekan-ku. Masalan, uni sen yaxshi o'qi deb qo'yib, o'zimiz bir kitobni qo'limizda haftada bir qitim qo'limizga olib qo'ymasak, bu kitobning nayte bir go'zal rangarang dunyoga to'lgan bir shundoq bir fayzlanish ekanligini biz his qilmasak, bular texi balada bir kunda his qilib bo'lmaydi. Agar ularning hammani his qilib olsa, bularmi cho'ng odam bo'lib qoldi. Hatto cho'nglarning ichida uni his qilolmaydigan nurg'un odamlar bor. Demak, amaliyot uni shundan achiqish, nimaga yetaklash, yana ota-onadagi masala bo'lg'achqa, bayatdan Tashmat efendim shunday yaxshi dedi, kitobxonni olib, anki telefondan qandaq yenib chiqib, hozirgi qiziqishlarni qandaq yetildirish jarayonlarini. Mush gaplardan men yana nimani his qildim deganda, o'xshamaydigan bir Tashmat Botirni ko'rdik. Chunki biz necha vaqtdan beri ekranlarda o'xshash tomoshabinlarga o'xshashlar ekranlardan ko'rgan bo'lsak-mu, bundaq o'tirib bir paranglashadigan fursat bo'lmagan. O'xshashlar o'ylaymizda, jamiyatimizdagi 70-80%, 90% erlarga o'xshash, aldirash, bular texmi aldirash kasb bilan bo'ldi. Anondan keyin bakchiq vaqtni balkim oilaga yo beralaydi, yo berolmaydi. Anondan keyin sirtning ishlarini yaxshi qilib, balkim munda degan holatdagi hiliqi biz deb o'tgandek qolqan sifat dadlardek deb o'ylashimiz mumkin. Lekin yana shunday xulosa keldik, qancha natija qozongan, qancha tirishayotgan ota-onalarning hammasi amaliyotda oildimi o'zining haqiqiy bir otiliq, haqiqiy bir erlik obrazini yaxshi saqlaydi ekan. Programmamizning qurilg'ini bak yaxshi o'tdi deb o'yladim. Chunki ekran orqali yana nurg'unlagan to'xtabdi, men bunday qilsam bo'lg'idek deydigan dadalarga, onalarga biz bir signal bera oladi ekanmiz. Chunki nurg'unlagan oilalarda ko'pincha mas'uliyat, ko'pincha bolalarni tarbiyalash bo'lsin, oilaning shu hamma narsaning ko'p qismi ayollarga tushyapti hozir. Ko'pincha oilalarda haqiqiy mas'uliyat bilan bolalarga, oilasiga, ayoliga muomala qila oladigan erlar bor. Lekin hozirgi taraqqiyotimizda sal ozlayotgandek. Mushundaq bir sharoitda cho'qim shundaq bir mas'uliyatchan, hamma narsaga astoydillik bilan qaraydigan dadalarning programmamiz kelgani bak yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Sizlarni dadanglardek naqsh etalaydi deb anglaymizmi? Etalamsizlar, tamamsizlar? Agar dedanglarga dadamiz, dadamiz bizga naqsh o'rgatdi, dedanglarmi? Biz dadamizga naqsh o'rgatdik dedanglarmi? Bizga o'rgatdi. Qanday bo'ldi? Qaysilar naqshni sinfga beryapsizlar? Mashqimiz. Ta'sirat bilan tasina. Shunami? Tasina ay. Uyda o'rganmay naqsh sinfga berib o'rgandinglar? Chunki dadam moya uyda o'rgansanglar, u yerda o'rgansanglar, qayerdagi narsani o'rganganlarni hamma yanada tutolmaysizlar deb bizni bir yerga qilib, agar u yerda shunda bilinmagan foydalanlar bo'lsa, mendan so'rasanglar, men deb bilmaydi dedim. Yana bir ish shu aşağıda azroq o'rganilib, aşağıda azroq bilimlarni o'rganilib, dadamdan yana tasni o'rgandekchi. Asta kilonlar deydi. Biroq men tasqirga solib tushunamaysizlar deydi. Asta kilonlar deb yaxshi. Unda bo'lsa, shu naqsh o'rgangan hayot nimalarni o'rgandinglar? Biz ketmek oldu. Şu azroq ovozini chaljon qilib, to'g'ri fan yaxshi aytalayotganlarni azroq o'rgandik. Qanday aytdi ekan? Bizga bir kun bo'ldi. Undoq qiyin boshlasizlarda. Yaxshi o'tdi. Yaxshi o'tdi. Men shu azaldan jiq bilmayman, chunki kichikimdan dadam tasini aytib qiziqmaydigan vaqtda shu mandaq deb o'rgatganmi? Yaxshi. Amaliyotda shu
Malakı dedim bu asan tarafını başta ilerliyorlar. Keyin ben teşekkür yardım qilmay dedim. Ameliyatda bu kesibning başlanış noktası en tez tarafi. Şunu to'g'ri boshlash en tez tarafi başlanış noktası. Çünkü bolalarning birinchi qadami. Endi biz ota bola bo'lgandan keyin mana burun nurg'un ma'lumlarning o'zining bazasiga dars berolmay boshqa ma'lumlarga topshirib o'zi boshqa farzandlar qabul qilib dars o'tib ko'rgan anglagan chog'imda shunda hayron bo'lgan tushunolmay qolgan ammo o'zim kelgan shunday his qildim bu bolalarimni sistemlik nol saviyadan tortib sistemlik yaxshi tarbiyalansa izchilchi chunki man boshlayotganda xizmat sababidan sirtlarga bo'lib qolaman arlık taşlanıp kalsa izchillik bo'lmaydi. İzchillik uzilib qoldi deganga u bolalarning natijasi uzildi deganga. Buningdan keyin bir ishlar qilgan pozitsiyani o'zgardi bolalarda. Qachon vaqt chiqsa qiladigan, bo'lmasa sharoitga yo'laydigan, manda qolib deb uning chekinish yo'lini tayyor qilib qo'ydigan, manda holat shakllanib qolsin deb men beshidan tortib vaqt qarashi va izchil muntazam yerda boshqa bir tarbiyalansin deb ularni şu yerga olib qolgan endi mana yengildan keyin bularning sinfi rasmiy quriladi. Mana hozir o'sha oy o'ttir ichida bu bolalarimni o'zi yaxshi ko'rgan shu naqsh kasbini tanladi. Uni bo'lsa ancha-muncha ishxonamga kirib o'zlari yaxshi ko'rgan ovozlarni ancha-muncha mashq qiladi. İşte jarayonda ketib bordi. O'zlari yaxshi ko'rdi endi. Men bularning san'atni yaxshi ko'rishini qo'llayman, ammo besim qilmayman. Cho'qim sizler Nakşistanlar bo'ldi, san'atkor bo'lsanglar bo'ldi demayman. O'zlarining ixtiyoriy qiziqishi bolalarning eng oxir tanlashini shallab, tanlab, oxiri bir nuqtaga to'xtaydi bular. Ammo besim qilsak cho'ng natija bo'lmasligi mumkin. Shuning bolalarimni o'z ra'yi bo'yicha tarbiyalab ketib boramiz buni. Unda biz bugun bir naqsh aytib beramda, biz ketib boramiz. Qaysi naqshni aytib bersizlar? Dadam bilan yana ustoz do'stlar bilan yana shu İpek Yolu sadasi degan. Ha, bo'ldi yaxshi. Buni o'zinglar televizordan ko'rib bugun oldinglarmi ya? Ha. Anlatib qo'yinglar. Biz yaxshi qilmaganlarni dadam aytdi. Bo'ldi. Qilamiz. Başlayalım. İpek Yolu sadasi suyguning yuqtigrasi ush avazlar saynasi İpek Yolu sadasi İpek Yolu sadasi suyguning yuqtigrasi ush avazlar saynasi İpek Yolu sadasi İpek Yolu sadasi Kuş avazlar saynasi İpek Yolu sadasi İpek Yolu sadasi Suygunun yok tigrasi Avazlar saynasi İpek Yolu sadasi. Oyun bulaylık bir horonu gidiyor. Hazır taştıran etti ya. Ay bu qanchalik vaqt ishga qanchalik vaqtda mashq qilinglar? Bunlar biz bir anlagan, endi bir anlab netiyani bilgandan keyin endin biz netçe anlab topshiriq ishlagan vaqtdan qo'yib qo'yib, endin necha kun bo'ldi anlab qolib, ash necha kunda hukumatning jiq vaqtdan biz anlab qo'y deb biz hukumatning vaqtini chiqarib bizlar anlab endi mush yerim ekan keldi. Ay, ukanlarning vaqtini chiqargan qaraganda eng aldirash ukanlar ekan-a. Bu nima ishlar bilan aldirash? O'ynaydi. O'ynab baş tejinov degan narsani o'ynaydi-da bu. Ba'zi vaqtda. Mashq bo'ldi, yana ba'zi vaqtda endi kichik bolda ham o'g'il bolaga o'tman, yana shunaqalarni o'ynab qo'yish. Ay, qanaqa Agar shu mashq qilayotgan vaqtinglarda aranglardan birasi xato bo'lib qolsa, mashqni zada yaxshi qilamasa, qanday bir taraf qilsizlar? Buni mashq qilayotgan vaqtda
en bildiğini adam müşta tiyi, müşta mesela yamanda şununla adam tuzluk verdi bizge. Tuğrusunu da beğendiğin ufkam gaycan kaldı, ufkam gaycan kaldı, ki ben gaycan kalmadım. Çünkü sanırım anda tiyi kodan arkadaş etmeydi. Şu üzülüşke cık buldum ben, ende şu aslında tiyi kodan üzülüşünü cık yaş görmem. Yaşıqda xata qılıb qalsa sizin açığınız kilemdi ya qandaq? Birinci qıtın qalsa keçirildi. İkinci qıtın yelince yanlışımız qılma. Üçüncü qıtın çünkü onun ukamının azraq ilaqini yeniden anlamadım da üçüncü kere vaxtının ciyilib qo'ygan işler var da. Çünkü küçükten bir azraq aşında sınırı var. Şu çapxana qılsın. Ama yeni bir fırsatını bilmə. O fırsatını yeni çal tutmuşsan, mən azraq vaqır etib qaldım. Mən yeni yaxşı qılmışsın, mən pulam azraq tetib qaldım. Peki ben özümdə pek xata qıtdımə, yaxşı gəlsən, bugün gedərək deyim, mən özüm xata qıtdımə, deb qaldım şu. Ay, odatda üçüncülər bir öydə shundoq adabli turimiz deydilar-ku, lekin menimcha ba'zi urushib qolamizlar ki deyman. Urushamizlar, urishmamizlar. Azraq vaqtda ana kichik ishlarga o'qganmiz. Çünkü üçümüzge hem bu adamga bir talda narsa apranmaydi. Çünkü küçük bala şu azraq qimmat narsalarni yaxshi ko'rdi. Agar üçümüzge hammamizga bir talda narsa azraq pulni isrof qilib tutganimizda, shu bilan bir narsani apransa, talishib o'ynagan vaqtda tashinam o'ynashib qoldi. Shundan shu azraq xubsharoq. Shunda urishib yig'lab ketadigan vaqtlar bormi? Bor. Şu çağda apalar qanday qildi voylashib deb bu. Aslında azraq deb qoldi, lekin bolalarım Adam oynagan vaqtda sen birden o'ynash qilsan bo'ldi. Shunda tarxa oynagan vaqtda siz birden kitob o'qib, ashuna qilsanlar bo'ldi deydi. Shuni mana shunda bolalarim deb turibdimda. Men bundoq qilma, ba'zi bolalarim deyman, lekin bolalarim ba'zi ochig'im ko'p tutdi meni ammo. Bolalarim. Bu chiqala bizni qisala bo'ldi deb ko'zlarim chekchib ketdi meni ammo. Apam ishqilsak vero. Şu xata qilsak kichikdab yibu bizga o'rgatdi. Ona yaxshi bo'lsa, apa da yaxshi bo'lsa, farzandni yaxshi bo'ldi. İkinci cümle çıktı. Ata ana yaxshi bo'lsa, farzandni yaxshi bo'ldi. Ana ki bu söz ifodalashmi belki yaxshi ya. Hozir nurg'un bolalar shu ichidagi hissiyotini ifodalayolmaydi. Bumi balkim bir oilada bularning ko'proq erkin azodi fikrlashib, paranglashib, dadasi bilan rohat kulki chaqchaq paranglashib, ko'ngilda o'ylaganlarini deyalganligidan sababidan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki men bu nurg'un bolalar bilan uchrashdim, nurg'un faoliyatlarda bolalar bilan uchrashmayman asosan. Yana jiq bolalar eng oddiysi meni yigim batti degan gapni yurakli deyamaydi uchun. İfadelayolmaydi, onu bir gipi bayliq qilib deyolmay ketadi. O cho'qim yuragidagi gapni mayli xato bo'lsin, to'g'ri bo'lsin, eng yaqin odamiga deyarish kerak-da. Bugun shunday yaxshi bo'ladigan mikrofonni talashib, meni bir gipi batti deb turib, shunday yaxshi erkin ifodalatadi. Bek yaxshi ko'rdik sizlarni. Endi ashta bo'lishdiki, naq sabablarni men his qilib baxsam, bundaq kechu. Masalan, bu suyumlik oilda birinchi to'g'ri qilgan ish nima degan chog'da yumoristik dedi. Başdan axırı mən yumoristik usul bilan deyman. Balalar tushunaladigan oddiy chuchuk tillar bo'yicha deyman degankin, miyada tarbiya bulundu. Bular tarbiyani qabul qiluvchi. Qancha o'zining tiliga, o'zining yeshi bilan munosabatlikchu bu qabul qilishi. Ashnaga yaqin holat ifodalangan chog'da bularning sindirishi nayt yaxshi. Shunlashqa nayt yaxshi singan. Endi ikkinchisi nima degan chog'da bularning oila tarbiyasida mayli onasi bo'lsin, mayli dadasi bo'lsin, birdaklik bor ekan. U qanday birdaklik degan chog'da, masalan, ochig'i kelib ketamdi deb. Yo'q, har qatim balam deb turib mundaq deydi deganki, bular har qanday bir ishni to'g'ri qilsa yoki xato qilsa yoki boyqadek urushib qolgan vaqtda miyada ota-onaning o'zining kayfiyatini kontrol qilishida pek yaxshi birdaklik borligi, o'zini yo'qitib qo'ygan holatda ochiq kelganda urib yetadigan yoki ig'irroq bolaning qalbiga zaxm qiladigan gaplarni davlatdan xil ahvollar yo'q o'xshaydi-ku. Shunlashqa bular birdaklik vaqt bo'lgankin, ha bizning uyning qoidasida asl mushnaq deyib, bu o'zgarmaydi deydigan bir narsa bor ekan. Endi uchinchisi nima degan chog'da bu ayollar bir-biriga yaxshi pas berdi ekan. 25 kunga bir oyga qolmaymiz.
ailemizin ayrıcılığını var çok. Bu nayeti ko'ngillik o'rlashtirdik buni. Bu qanday qilib deganda, bunida masalan mening bolalarimga yoqmagan mush bir oy ichida xato qilgan taraflarim bo'lsa, bolalarim yuzimga yuztiran mardonlikni deyish kerak. Opsinikinim deyish kerak. Men bolalarimnikin deyishim kerak. O'zaro adisinglar bir-birinikin deb anondan keyin bu yerda shu deyilgan xato narsani so'zib elib ya'ni kelar qayga yangi qadam qo'yamiz deb biz oilada ashta bir-birini qo'rqmay tanqidlanglar bolam. Men qaysi ishlarni masalan qanday qilib emas, mening bilib bilmaydigan 3-4 ishlarimiz bolalarimning shu oila yig'inidagi ta'siridan tuzilib ketdi. Demiş bolalar deydi. Dada bo'lsa ishni sen o'zgartirib olsangiz texnik yaxshi bo'ladi degandan keyin to'xta. Nayt yaxshi oldu, men o'zgartirdim. O'zgarib ketdi. Ondan keyin ashtaq ishlarimiz xatoliklar bo'lsa, darhol bir-birimizni tushirib, endi hammadan muhimi bolalarimning hammasining oilada cho'nglarga so'qib bosh qachon bola demaymiz bularni. Men cho'ng ishlarim bo'lsa-mu, apsi beshimiz o'tirib, mushlarning bir maslahatidan o'tkazaman. Gerçi bular o ishimga maslahat beramiz-mi? Bu ishimning jarayoni pek mukammal tushunib ketamay, bolalarga tafakkur qilgan bo'lsa-mu, maqsadim bolalar o'zining o'zligini bildirish, oiladagi huquqini bildirish. Bolalar o'zining topgan chig'ida, kelgusida cho'qim yaxshi natija topa oladi. Biz bolalarga hozirdan tortib oilada bolalarni qanday buruqtirma qilish, kichik qo'ysan, sen kichik bo'lgan aralashma bunday ishlarga unda qilma deb bo'g'ab versak, keyin cho'ng bo'lganda hech qanday o'z oldiga dadil bir fikr qoldirolmaydigan, keng doirada tafakkurmi qilolmaydigan, hamma narsa tar o'ylaydigan mushalat psixika kelib qoladi bolalar. Ba'zan kelib cho'ng qizimga bilan bunday ish qildim. O'shani beshim qaytayotirsam, bir maslahatlarni berdi. Bolalarcha bergan bilan nayt yaxshi. Oda o'ylamagan biz bo'lganki qo'shalni o'ylanga dedi. Amaliyotda aş bir gap meni qutuldirib qoladi aş xiyollarning qo'ynidan. To'g'ri, bo'ldi, baldirim bo'lgandan keyin qo'shallikni o'ylash amaliyotda men cho'ng bir damigan bilan taklif qilgan. Nayt chuchuk, sabiy, nayt samim bo'lgan bir fikrlarni bolalar berdi. Hemen shularga qo'shal topma, uning ustiga ham bola biz ham og'ina mobillar ham do'stimiz biz usta. Shunaqa oilamizda endi hozircha ham shunaqa yetaklab ketib boramiz, hammadan muhimi bizning oilada qilg'ini turmush rad bo'lsa bolalarga qilgan gapimiz emas, harakatimiz bolalarga esida qoladi. Masalan, biz oilada sahar turamiz. Sahar turib qildigan ishim meni attigini cho'qim bir yarım saat 40 minut ugunish qilaman, soat 5 qo'pib 5:20 tayyor 5:20 ugunish bo'lsa kap bo'lmas. Shu vaqtimda bolalarim qo'pidi. Bolalar men kitob ko'rayotgan, ya'ni birinchi ular ko'rgandan keyin kechda bolalar kitob to'g'rilib gapni qilishni hojat qolmaydi ekan. Dada siz bektirishib ketasiz deb cho'qirdilar. Bolam cho'qim adam degan bir tiniq ekan, bir kun tirishimiz. Ko'proq o'rganganimiz yaxshi, bilganimiz yaxshi deymiz. Shunaqa bolalarimiz bilan kutubxonamizda ancha o'zimiz yaxshi ko'rgan kitoblarni bunda o'qib, hikoyaga aylantirib, mushlar jarayonda chamimizning yetishicha bak bolalar psixologiyasida bak keng doirada ilmiy usulda ko'p egallab ketolmagan bo'lsakmi, ammo o'zimizdan miros qolgan ba'zi bir an'anaviy madaniyatimizga xosligi bo'yicha shundaqla o'zimizning jo'ng'imizni madaniyatga boy, o'zalari hammamizning madaniyatini, ular madaniyatli ko'p millat o'rtoqlashgan mushtar bir suyumli davlat turyapmiz. Shunaqa hamma millatning ortiq taraflari, mana mushtar go'zal taraflar, adamilik yo'sin qo'shilgan, gul ustiga gul bo'lgan mana mushtar yaxshi taraflarni bilishimizcha bolalarga yetaklab, bildirib, so'zlab, hikoya qilib o'zimizni emas, mushu bir oila yashayotgan o'sha vatan qo'ynidagi barcha millatlarning eng asl taraflarini bolalarga nayt yaxshi tushuntirilishimizcha mushlarniki tafakkur doirasi bo'yicha bak alqitib etmay, oddiy mushlar qiziqadigan ashta yo'sin bo'yicha bolalarga qaraldi. Shu narsalarni materiallardan ko'rib, o'zini qilib yetaklab ketib boramiz. Ishonma, mening bolalarim va mushning o'xshash talay bolalar cho'qim ko'plagan ota-onalarning o'z oldiga xos oila tarbiyasi bilan munavvar, yaxshi farzandlar kelgusida vatan ishlariga homiy bo'lgudek
yaxshi farzandlar yetishib chiqadi deb o'ylayman. Rahmat. Menimcha bugungi programmani xulosalashni faqat aytaylik. Hech qolmadi ya. Tashmat apadim shunday yaxshi xulosalab berdi. Eng muhimi programma jarayonida umaqlar bilan shunday yaxshi tanishdik. Umaqlarning shunday yaxshi naqshlarini angladik. Bu oilaningki shunchalik go'zal bir axloq fazilatlarni davomlashtirib kelayotganligidan suyundik. Eng muhimi o'rganadigan nurg'un taraflarni his qildim men. Albatta menimcha ekran oldidagi nurg'un do'stlarimizmi o'zi his qilolmagan, o'zgartishga tegishli bo'lgan, o'rganishga tegishli bo'lgan nurg'un taraflarni his qildi deb o'ylayman. Muborak Malimning azroq ta'siratini olib bosib. Bugun men endi baya tam paranglashib mangdik. Eng oxirida mening uyimga nim keldi degan chog'da shu Toshmamat Botur apandimning uyidagi yiliqi oila yig'inini butun do'stlarga kuchli tavsiya qilsak deb o'ylayman. Oila yig'ini ichish amaliyot unda tas ish emas. Mana bu oilada borki men shu hafta yoki shu oyda men sizlar xato deb qaragan ishlarni deb bersanglar bo'ladi deydigan bir tema borki-chu. Shu temani oilada bir nusxalab baqsak, lekin diqqat qiladigan bir narsa nima degan chog'da bolalar mayli biz bir-birimizningki miyani xato qilib qoldim, asli bundaqroq qilsang yaxshi bo'ldi, sen bunda degani ko'nglim yerim bo'lib qoldi degan vaqtda kayfiyatni kontrol qilish pek muhimchu. Bu vaqtda sen bunda qilg'ashqa men bunda dedim deb radiya beradigan yoki shu xatolikni oqlab beradigan yoki keyniga kayfiyatini kontrolligini yo'qitib qo'yib xaf qilib qolgan bo'lib qolsa majig'in ta'sir berib qoldi. Shunlashqa agar rost ashundaq illiq muhit ichida bir yig'ini ocha olamiz bo'lsa, men mush oila yig'inini mush ekran orqali barliq do'stlarga kuchli tavsiya qilmoqchi. Bo'ldi, rahmat. Programmamizning oxirida sizlarga bek rahmatimizni bildiramiz. Sizdan ko'pdan ko'p rahmat. Program guruhimizning azroq ko'ngil so'g'is sifatida qabul qilinglar. Bo'lsa-mu, oldi bilan har bir bolalarimizga o'z yaxshi ko'rib kelgan Mistrat qizlari. Yaxshi ko'rsizlarmi sizlarni? Sizlarga rahmat. Mana. Ondan keyin chumula, balla emulsiya yostig'i, ondan boshqa yana sizlarga juynish, asrash yurishligi yaxshi ko'rib sultonlar. Ondan keyin sizlarning chiroyli sevimli opanglarga Al-Xumarningki chash asrash mahsulotlari. Sizni bek yaxshi ko'ramiz opa deb beringlarmi? Balla xush bo'lsin. Opam uchun men xush bo'ldim. Sizlarga ko'p rahmat. Ondan boshqa yana bir cho'ng katta sovg'at bor. U bo'lsa-mu, idrak psixik taraqqiyot markazi ta'minlagan bu birsi qumtoqda bir oilaviy qumtoqda o'yini. Yana birsi chaqmoq suratda o'rganish usulini o'rgatishningki haqsiz sizlarga mulozimat kartasi. Bu qumtoqda o'yini bek fayzganchi bir oylik ishlar berib o'ynashinglarni tavsiya qilamiz. Cho'qib bolalarning ichki dunyosida o'ylaganlarini shu qumtoqdagi tuzgan narsalar orqali his qila oladi ekan. Unda qolsa mangani muborak bo'lim saqlaydi. Bo'ldi, unda qolsa sevimli do'stlar, bugungi son programmamiz beshada oxirlashdi. Ishimizga kelarki son programmamiz sizlarni texim hayajonga soldi. Kelarki sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Analar izlagan sifat. Balalar tashna xushallik. Ishonch, muhabbat Chumula ailesida. Ana muhabbeti en saftır. Chumula balalar yuyish asrash sovg'atliq yurishligi. Chumula. Hozirgi zamonda kim chechig'i yilim chapidi? Jigdi yilimi chashni oziqlantirib, jalliq qiladi. Yilim chapdimda teshig chiqmamdi. Biz kichik vaqtimizda chepib chiqib ketaverdik. Ansirman, mana bugun jigdi yilmi va quyruqmay zamonga moslashdi. Jigdi yilmi va quyruqmaydan ishlangan Al-Xumar chash oziqlash gavhari chechingizni oziqlantirib, chashni jalliq paqroq qiladi. Yerilgan chashni asliga keltirib, tabiiylikni qo'g'daydi. Jigdi yilmi va quyruqmay bilan chashlaringiz qaytadan jallansin. Al-Xumar jigdi yilmi quyruqmay chash oziqlash gavhari. Mana balla, abida gazliq soda suyini muz bilan tomshatsangiz, bakbayzi. Her bir yudumda sizga o'xshamagan ta'm tuyg'usi ato qiladi. Ammamsa